Nimaga bilmoqchilik qilyapsiz aka? O'zining bor. Nimaga aytgansiz qul deb? Qayerda qul? O'zbek qulmi? Конечно, bor. Korxona rahbari o'zbeklarni qul deb atadi. Samarqand shahridagi gilam yuvish korxonasi rahbari o'zbeklarni qul deya haqoratladi. Uz24.uzga kelib tushgan murojaatga ko'ra, shu korxonada ishlagan yigitga 7 oy davomida maoshi berilmagan va korxona ishchidan 30 million so'm qarz bo'lgan. Ishchi yigit korxona rahbaridan maoshini so'raganda rahbar o'zbeklar qulsanlar deya pulni to'lashdan bosh tortib, uni korxonadan chiqarib yuborgan. Menga shuni isbotlab bersangiz bo'ladi aka. Mana misol o'zbeklar. Podshoh degan bor. Vazirlar bor. Qolganlari pul. Bir minut. O'zbeklar qayerda qulluq qilgan aka? Vatanida. Va o'zini vatanida nimaga bilmoqchilik qilyapsiz aka? O'zining bor. Nimaga aytgansiz qul deb? Qayerda qul? O'zbek qulmi? Конечно, bor. Asrlar bo'yi o'zbek nima uchun shunaqa bo'lgan? Men tushunmadim aka, qayerda qulluq qilgan? U vatanida. Vatanida ishlash qullikmi? Vatanida mana misol sen ishlayapsan, nihoya pul olmayapsan. Aka, hozir biz ham pul. Hozir ham pul. Murojaatchi bu masala bo'yicha huquqni muhofaza qiluvchi organlarga ham murojaat qilganini aytdi. Hodisa bo'yicha mas'ullardan rasmiy munosabat kutib qolamiz.